5 fevral G'ulji inqilobi Sharqi Turkiston yaqinqi zamon tarixidagi Xitoyga qarshi ilib berilgan portlash xarakterli inqilob. Tarix koinotning vijdoni deydi astronom shoir Umar Hayyam. Shundoq bundan 20 yil burun Sharqi Turkiston deb atiladigan bir jo'grafiyadagi kichkina shahar G'uljida yuz bergan G'ulja 5 fevral inqilobi insoniyat tarixiga tamg'isini urgan koinotning shundoqla Uyg'ur xalqining vijdoni ovozi. To'lgan badallar, tuproqda yotgan shehidlar bu vijdoni ovozni Uyg'ur tarixining oltin batlariga qo'ndirishimizni kutmoqda. Qahramoni bo'lmagan bir millatning kelajagi bo'lmaydi. Uyg'ur xalqi tarixning har qaysi davrlarida o'z qahramonlari, shehidlari va kurashchilari bilan faxrlanib kelgan bir millat. 5 fevral arxivlari Uyg'ur xalqining qahramonlik tarixi ichidagi qarmoqning qasriqidek bir bo'ligi. Biz tarixning ko'milib qilishini, vijdonning ko'milib qilishi deb qaraganligimiz uchun qo'limizga qalam oldik. Allah bizga intayin yuqori yaratish mo'jizasi bilan bergan anglash va so'zlash iqtidorimizni ishga solib, bu qahramonlik dostoniga shohid bo'lganlarning aytganlariga quloq berdik. 5 fevral G'ulji inqilobi haqida bilmaydiganlarimiz biladiganlarimizdan ko'p. So'zlayli, yozayli. Tariximiz oq qog'oz bo'lib qolmasin. Sharq Turkiston mustaqilligini qo'lga keltirish yo'lida issiq jonlarini taqdim qilgan, Allah yo'lida shahid bo'lgan barliq Sharq Turkiston o'g'il qizlariga Allah jannatul firdavs ato qilsin. Jannatul firdavs ato qilsin. Jannatul firdavs ato qilsin. 5 fevral arxivlari. Abdori Gülşen Abduqodir. Mikrofonda Abdusalom Uyg'ur. 5 fevral G'ulji inqilobi arpisidagi to'quvchi yuzi qonli qirg'inchiligi. Xitoy tajovuzchilari 5 fevral G'ulji inqilobi yuz berishining oldi keyinida bir sirliqlashtirilgan İbrahim İsmail o'yinini o'ynab chiqqan edi. Alqanchilik shahar G'uljida jingni yerga tushib ketsa sezadigan Xitoy tajovuzchilari bir qancha yillardan buyon İbrahim İsmailni qo'lga tushirolmayotgan qiyofatga kirib olgan va buni bahona qilib minglagan yoshlarni İbrahim İsmailning holidan xabar oldi. Uyida qo'ndirdi, paranglashdi, İbrahim İsmailning tablig'ini angladi degan gumonlar bilan qo'lga oldi. İbrahim İsmailni bahona qilib turib, kechalari saqchi mashinalarini chaqirtib, mahallalarda va uylarda aqtirish ilib berib, Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan butun mahallalarda vahima paydo qilib, Uyg'ur xalqini parakanda qilib kelgan edi. (1997 yili 2 oyning 6 kuni Xitoy tajovuzchilari G'ulji nahiya To'quvchi yuzi yezisidagi Mutallib oilasida bir qonli qirg'inchilik qilib bordi. Buning asosliq sababi İbrahim İsmail bilan aloqasi bor nuqtaliq oila deb qaralganligi uchun bo'ldi.
Mutallib akaning cho'ng o'g'li Nurtay İbrahim İsmail bilan aloqasi bor degan gumon bilan 8 yillik kesilgan edi. Kichik o'g'li Abdurazaqnimi İbrahim İsmailni baqdi degan gumon bilan davomli yig'ilish o'rinlariga akirib ketadi. Heytini bir o'g'li bilan bo'lsa-mu darqamda o'tkazishni o'ylagan Mutallib aka ikki kalasini setib Xitoy tajovuzchi soqchilariga 10 ming Xitoy puli kepillik berib, kichik o'g'li Abdurazaqni yetliq kepillikka elib chiqqan edi. Ammo Xitoy tajovuzchilari bu oilaning heytini xotirjam o'tkazishini ortiq ko'rdi va qonliq qirg'inchilik paydo qildi. Ayni chog'da G'ulji nahiya To'g'uchi yuzi yesida yuz bergan bu qonli qirg'inchilikni hozir Avstraliyada yashayotgan Sayfiddin apandi bizga tafsiliy so'zlab berdi. Nimsa bilan tutgan fevral vakasidan burun nimsa bilan tutdika? Bu yine Abdurrazak mesela İbrahim İsmail'in kardı, İbrahim İsmail'in yardım kılmadı tutkan olanı. Onun adı da bu Abdurrazak'ın ki Nurtay'da bir akısı olup Tuğba'nın şu İbrahim İsmail'in alakalı olarak Nurtay'da tutup 800 kesirken 800 kesirken onun kayının bu Abdurrazak İmiz'ini tutkanında fevral'ın bir ay durur. 5. fevral'da bir üretimi kava vaktida kuyu tutgan bo'lganmi? Kuyatlarga shuning bilan yana qaytib akib ketib, buni shuning bilan shu fevral'dan shu bir hafta burun yana qaytib akib ketib, undan keyin 10 ming kursni to'laydi. Shuning bilan bir qo'rqqanlar chiqqan kalasmaga shuni setib, 10 ming yana to'lab chiqib keldi. Şunu bilen açıklarken yağan ayetken fevral 5. fevral günü yağan ayet günü o 6. fevral günü ayet oldu 5. fevral günü yağan ayet günü 6. fevral şu Abdurrazak ayarını edip şu bazılarını ayarlar kırıp getokutçuya şu Primazda o'tirdikan bular. Oyinga kirgandan keyin ona bu Abdurazak Mayliga hozirgi shu oblast hisobniki hozirgi boshlig'i Anvar Bey degan. Anvar Beyninki bolasi Nurtay degan bir necha soqchilarni boshlab shuni bilan bu Abdurazak Mayliga yo'l bostirib ketdi oyin kuni. Bu uyga kirgan vaqtida Abdurazak darsi ikkinchisi namazdan o'qitishga namazdan o'qiyotganda darsi namozning tarzini o'qitib o'tiribcha Abdurazak bilan chiqinisi namozning subut shamning sunnatini o'qiyotgancha bular sunnatni o'qiyotgan vaqtida shuni bilan bu Nurtay degan kirib shuni bilan biz bolamni kalbi o'qiganda darsi shuni bilan tunligimni ochsa buni 10 ming ko'z to'laydigan tunligim ochiqdi yana mundab keldim degan vaqtida akitimiz babamız degende şunu alıp kopat. Akettan hakikat bize ayırmagan kön namaz okudu. Namaz okuduğun diken. Akettan degenden o Abdurazak Mabas'ta bir Türkçülük tartışma söyledikten kar. Türkçülük diye de kavallıkçı alıcı bu Abdurazak'la bir namaz okudu. Bu zamanında bunda kısa akettan bulduğu degenden şunu olan kendi tuğan durardı. İltihatlarınınkine yani dersi urudikende diye de. Urganken şunu olan bu Abdurazak 10 gün iltihatlarını şunu olan bulağa yanğanda. Yanğanda şunu olan diyedin Nurtay çıkıp diker diyedin. Kazakma vakti. Çıkıp bir şey vardı da
Bilmezsin hərbiy varsa, şu hərbiylərə gelmek falan için şunu bilen bu hərbiylər oyuncuğun bastık kırpıya kirgenlikten şunu bilen bu Abdurrazak olanı okutu kırıp şu hərbiyərini ona köyler. Tırnak edemiziyeti içitlikler. Şu aralıkta onun kendinin akıstığında korkmuş olarak ne kansu? Şu kansu'nun buna daim güzel çıkardı. Buna kaya demiş konuda. Bunu demek ki bu. Yani buna tamdın şuna buna o hoşuna diktik mi buna? Sonra kırgenlikten onun kendini. Bu Abdurrazak'ın oyuncusu, şu Abdurrazak'ın çıkıyınısını, derdisini, onun kendi Abdurrazak'ın ki bir ağabey varsa şu anlıkta bu okla ağırlanmak bu bana şüphet kırgenlikten sonra bu bana bu oyunu açtırdı bu asılı kendisi. Şu vakıda Abdurrazak'ın ki zararını yaptırken oğlu şu düşüktü neyse diye koya koyduk ki. Derste oyunu açtırdı akkallıkta şu dersin çıkan okta kalda şu bazı yenilip yıkıp ağında çıktı. Biraz Abdurrazak'ın ayağını Abdurrazak'ın ki şu 70 kitap kapağı anısı şular var genelde. Erkek o anısını olan o oyuncular üst tarafında kalkıyor, onu çıkmaz. Şu leşin kıtırata çıkıyor. Şu çıkanlı tuvar taksım olmasını, asfalttan taksım olmasını kutlatırlar yani. Kıyafetten. Kıyafetten bir sonra o mumayı takip giderken onun kendinin bu Abdurrazak'ın ki aksiyon bir kızarken böyle kesinlikle noktayken o noktayken kızını mumayını ekip gidip mumayını 10 yıllık kestim ama kötüyle bakmayın ben şundan kestim. Kızlarını da toplayacak sonra kızlarını koyuverdi. Onun kendi bu türlü Nurtay aksındaki muddetini yani 5 yıl uzattı ne gibi. Onun kendi bulanı tüm aksı okuduğu şey doğrucuda onun ekip kesmiş oluyor. O Mumay'ın ismini bilir misiniz? Mumay'ınki? Mumay'ın ismini tabii Mumay'ın. Aksini yani 5 yıllık uzattıydı. Aksini 5 yıllık uzattı. Ayarlı bilen o kanlaştı minip kalan oğlu hayat mı hazır? Hazır hayat bu hayat yaşam. Onundaki o kız yerine kayıp gelip kız akılın ayına kayıp geldi. Kız uzun ayına tırpayı değillikti. Kayıp geldi. O mumay şu tırmıktı yani o tırmıktan hayat çıktı mı hayat çıktı mı okumayla. Mumayla. Şu mumayla ekip Şükürlüğün günü bu Mumayla yani bu Abdurrazaklarla bir hayatı vardı. Çünkü köy gibi baksa Mumayla başlarına başlarına düşürüp şu kırmızı divan keyifli başında koyup da Allah'tan çok iyi kalmak istiyordu. Kaç yaşlar vardı şu Mumay? Şu aklarda Mumayla kapatmak istiyordu. O şu çağlarda öldürmüş olan kalanın siz Mumay'lan var ha? Ne Mumayla var? 70 kapatmak Mumayla. Oğlu aşı bu vakt düştü bu vakt oğlu hazır kança çıkırgendi Abdurrazak'ın. Abdurrazak'ın Demek ki şu günkü işte bu bir aileden kança adam siz ölgen boldu sizin? Şu fevral olan kişisi o şu ha? Fevral. Beşinci fevral G'ulji inqilobi haqida bilmaydiganlarimiz biladiganlarimizdan ko'p. 5 fevral G'ulji inqilobi haqidagi arxivlarni ratlab turg'izishda oldingi betlarda turmoqdamiz. Biz yuqoridagi to'g'ichi yuzi qonli qirg'inchilik orqali 70 yoshlik Mo'mayning 10 yillik kesilganligidan xabardor bo'ldik.
5 fevral G'ulji inqilobidan bugunimizga nazar solgan vaqtimizda Uyg'ur onalari va xonim qizlarning o'zining Xitoy tajovuzchilariga nisbatan tez tukmas maydonini qandoq ishbodlaganligini ko'rib olaymiz. Ularning texi echilmagan qahramonlik dostonlari kelgusida vatanimiz Sharq Turkiston mustaqil bo'lganda Uyg'ur qahramonlik dostonlari qatorida sharafli tariximizdan yer olgusi. Vaqt münasibati bilan 5 fevral arxivlarining 12 qismi mush yerda oxirlashdi. Keyingi qismda ko'rishguncha omon bo'ling.